Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'qib o'rganyapmizki, u zotni yaxshiroq taniylik. Nima qilishlik uchun? U zotni yaxshi ko'rishlik uchun. Demak, bu darslar siz bilan bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qiladi. Modomiki Rasulullohni yaxshi ko'rar ekanmiz, u zotga muhabbat qo'yib sunnatiga ergashar ekanmiz, Alloh taoloning siz bilan bizga muhabbati haq bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. 4-bob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqidagi shubha va gumonlar. Ko'zlarga zulmat to'lib qolgani sababli nurni, quyoshni ko'rolmayotgan odamlar ham yo'q emas. Haqiqatni yolg'onga aylantira oladigan, maqtovli sifatlarni qabih sifatga almashtiradiganlar ham oz emas. Ular o'zlarining bu harakatlari bilan islom suratini va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni xulqi fe'li atvorini buzib ko'rsatishlikni, Rasulullohga ta'na aziyat yetkazishlikni xohlaydi. Shoir aytgandek, qad tunkirul aynu du'ash-shamsi min ramadin va yunkirul famu ta'mal ma'i min saqamin. To'lib qolgan qum sabab quyosh nurin ko'z ko'rmas. Yetgan kasallik sabab suv ta'min og'iz bilmas. Bularning qalblari maraz, qalblari gina kudratga to'lgan, haqiqatni nurni ko'ra olmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ta'na, tuhmatlar yetkazishlikda to'xtashmaydi. U yoqdan bu yoqdan eshitib qolamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyat haqida gapirilgan noma'qul so'zlarni. Hali karikaturalarni chizayotganligini bir xabarini eshitib qolamiz. Ularning maqsadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan odamlarni qochirishlik. U zotning diniga va da'vatiga odamlarni quloq soldirmaslik. 33 darsdan beri birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni har bir odamga kim bo'lishidan qat'iy nazar, musulmonmi, kofirmi, kattami, kichikmi, har bir narsaga bo'lgan ajib rahmatini ko'rdik. Bu rahmatni ta'riflashlikka birodarlar tillar, qalamlar ojiz bo'ladi. Lekin dinimizning dushmanlari o'zlarining odatiga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilishida yana ishlarini davom etkazishadi. Maqsadlari payg'ambarimiz haqida shubhani tarqatish, u zotning sha'niga ta'na yetkazishlik. Ular bu maqsadi yo'lida yolg'on ishlashdan ham, haqiqatni buzib ko'rsatishdan ham, tuhmat qilishlikdan ham to'xtashmaydi. Ba'zida payg'ambarimizni siyratiga tuhmat qilishadi, gohida haqorat qilishadi, turli xil hiyla, nayranglarni ishga soladi. Ularning bunday qilishiga sabab avvalambor islom va musulmonlarga bo'lgan adovati. Dushmanchilikning sababi shu.